Arzon Matiz so'raganlar uchun bitta shunaqasidan topdik. Videoni boshida srazi narxini aytib o'tib ketamiz. 2450 dollarga mana shu Matizni berib yuboramiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qaymoq, Stalnoydan qaymoqga bo'yalgan. O'ylamanglar, bu tamom bo'lgan, tugagan Matiz emas, живой, realniy yaxshi holatdagi Matiz. Bosib o'tgan masofasi, probegi 470 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman qo'yilmagan. Taksida yurgan deyishingiz mumkin. Taksida yuradigan mashina обязательно gaz taqadi. Bunda gaz umuman bo'lmagan. Motor, ходовой, korobka hammasi cho'tki holatda turibdi. Diskalarni ham chiroylisini taqib qo'yibdi. Необычный такой прикольный diskalar. Balonlar absolutно yangi. Salonlar ham akkuratniy holatda. Stiklopodъемniklar o'rnatilgan. Bu o'zi aslida prostoy bo'lgan, stalnoy bo'lgan, narujniy qaymoqga bo'yalgan. Suyaklari hamma joyi but-butun. Oldi, orqa stoyka hamma joyi but-butun. Gidravlikasi albatta bor. Kobalt rul taqilgan, chexol polik, xullas tayyor mashina. Magnitofon, pionermi qanaqadir qo'yilgan xullas. Kuzov boshqa rangi bo'yaganda chiroyli qilib tekis qilib bo'yagan, valna-palnalari yo'q, qirilgan pachoq bo'lgan joylari ham yo'q. Ichki qismi o'zi заводской rangi, stalnoy bo'lgan, qaymog'iga narujniy bo'yalgan, dokumentalniy. Narxi 2450 dollar. Telefon raqamlarini video описаниесida, video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.